Bir kun qiz o'z ota uyiga keldi. Onasiga endi oilasidan shikoyat qilmoqchi bo'lganda, ona uning ko'zlaridagi ma'yuslikni sezdi-da, shosha-pisha gap boshlab ketdi. Falonchi qo'shnining qaynonasi juda o'tkir ekan. Kelinini haydab yubordi. O'g'li esa ichib kelini bilan janjal ko'tarar ekan. Alhamdulillah, meni qudalarim iymonli, insofli, juda ham yaxshi. Og'zidan bol tomib maqtab ketdi. Qiz jim bo'lib onasining so'zlarini eshitdi. Bir oz o'tirib uyiga qaytdi. Yo'lda onasining so'zlaridan birma-bir xayollaridan o'tkazdi va u haqiqatan eng baxtli ayol ekanligini his qildi va asta-sekin qadamlarini uyi tomon tezlashtira boshladi. Qizini kuzatib qolgan ona ostonada uning ortidan uzoq kutib duo qildi.